Salom, boshlab oldim. Miyam ishib ketdi to'g'risi buni bir planlarni qilib, juda ko'pchilik kommentariyada yozdi, yorib yordinglar, lekin kommentariyada-chi oson yo'li qilsam bo'lmaydimi boshqa. Menga oson yo'li kerak emas. Menga byudjetni chiroyli bo'ladigan variant menga qulayroq. Yoqadi shunaqa. Bir ozgina qiyin bo'lsa ham, ozgina murakkab bo'lsa ham, arzon, byudjetni va chiroyli bo'lishi kerak. Taqdirlar menga tekinga kelgan. Hozir bir qator qatirib chiqdim. Qiyshayib turadigan patolog qilmoqchiman, ustiga chiqib olmasligi uchun. Ko'pchilik aytdi, kichkina bu balon qo'y. Yaqin 200 taga yaqin makonga joy qilinyapti-da. Bu 200 taga necha yuzta balon olishim kerak, bilmayman. Balon bu arzon variant, tekin yotibdi-yu, lekin uncha topish ham bor-da, uni ovoragarchilik ko'p. Keyin xunuk ham turadi u. Bir qator ushlatib oldim. Endi tepasidan ham bir qator qatirib olmoqchiman reykani. Qanaqa chiqishini o'zim ham qiziqyapman. Ko'ramiz qanaqa bo'lar ekan. Boshlarni to'sgani eng optimal variant. Bisakartonda o'yladim o'zimcha. 37 ming so'm ekan, ikkita oldim. Ham tepasiga, ham yonboshiga, mana shu uzunasiga ketish kerak edi. Plashatkamiz 30 metr. 30 metrga nechta ketadi hali bilmadim, lekin taqirimizdan seroq. Reykachalar duolga qatirib chiqdim. Mana bisakartonni qatirib ko'rdim. Vro'di zo'r. Ishlayapti, yaxshi. Hatto buni kelib bu kalasidan urmaydi-yu, to'qilmaydi-yu. Shuncha orqa tomonini to'sib turadi. Endi saldachalarda taxlab oldik. Kecha qo'yib turib, pastga, yonga, tepaga qo'ysak, nasib zo'r bo'ladi. Shuncha lo'rdaga kirib bemalol tutsa bo'laveradi. Salomon tomini ham yopyapmiz. Tayyor tepaga reykani qatirib oldim. Pastda reykamiz bor. Taqirlar mahkam bo'ldi. Shuni qo'yib qo'ysak, akkurat bo'lsa kerak menimcha. Ular hech bir gap bo'lar. Xo'p. 24 ta joyimiz tayyor bo'ldi, xudo xolasa. Hozir 2 kundan keyin ishimiz bitgandan keyin boshqa ishlarimiz ham bor. Shular bitirib bo'lgandan keyin dash ketamiz, xudo xolasa. Qisa bo'ladi ekan. Arzon, byudjetli variant. 4 ta reyka ketdi, 16 metr, 4000 so'mdan oldim. 2,5 ta gipsakarton ketdi. Bizga ko'proq olib kelib qo'ydim. Tariqa ham kerakda baribir. Sal ozroq qilaman desanglar, 2 ta gipsakarton ham bir dunyo bo'lar ekan. Ichi ham juda go'zal bo'ldi. Bir ko'ring-da. Tak. Pastdan vid. Menimcha normalmi? Chuqurgina. Chem balondan ko'ra yaxshi-da. Somonini olib beradigan bo'lsa, kirib tug'adigan, tug'ib ketaveradi. Juda go'zal. Kiradi, tug'adi, chiqadi. Byudjetli variant. Qo'l qo'yadigan joy. Menimcha zo'r chiqdi. Sizlarga ham yoqqan bo'lsa, bitta like tayyorlaysizlar. Salomat bo'linglar.